Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism xabarlarni eslatib o'tdimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat yangi chiqargan napos chorasining Uyg'urlarga ishlamaydiganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy doiralari buningdan 6 oy avval bir napos boshqarish islohot chorasi e'lon qilib, Uyg'ur elidagi barliq rayonlarda napos boshqarish tuzumi bo'shashtirilgan. Buningda Urumchi va Qarmaydan boshqa joylarda o'ltiraqlashni xohlaganligi har qanday kishining kasbiy, uymilik ahvoli, iqtisodiy sharoiti, xizmati, ma'rif saviyasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularga napos berish bekitilgan. G'ulji shahriga qarashli ma'lum bir saqchi punkt xodimining oshkorlashicha, bu tuzum Janubiy Uyg'ur eli naposidagi aholilarga to'g'ri kelmaydi ekan. U mundaq dedi: "Buni bejiryapmiz, biroq kelgan materialga qarab, shu yerda uyi bo'lsa, muqim o'ltirishlik joyi bo'lsa beryapmiz. Ammo Janubnikiga bo'lmaydi." U buning sababi haqidagi savolimizga javob berib, uning faqat hukumatning buyrug'i bilan bo'layotganligini oshkorladi. Xotan Lopnaysi Angiyisidagi bir saqchi xodimi naposning mazkur yeziga kelib o'ltiraqlashni xohlaydigan har qanday kishiga beriladiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin u yeziga kelib o'ltiraqlashganlarning mutlaq ko'p qismi Xitoy ko'chmanlari ekanligini dalilladi. Xotanning Lopnaya bozoridagi bir charlash punkti 11 may kuni kash va 12 may kuni atdiganda 2 qitim hujum uchirgan. Hujumning dastlabkisini bir nafar, ikkinchi qitimligini 2 nafar hujumchi elib borgan. Hujumda bu 3 nafar hujumchi bilan birlikda yana 4 nafar saqchi o'lgan va 4 nafar saqchi yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, voqeadan keyin Xitoy qurolli kuchlari birinchi darajalik urush tayyorlik holatiga o'tgan. Növbətdə Xotanning Lopnayisida voqeaga chetishlik gumondorlarni tutish va tekshirish ishlari davom qilmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 13 may maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyda gumondorlar va mahbuslarni qiynab so'roq qilish qilmishining yanada umumyuzlik mavjud ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy 1986-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tan jazosi va qiynab so'roq qilishga qarshi turish aktnomasiga imzo qo'ygan. 2013-yili qonun chiqarib, qiynab so'roq qilish va tan jazosi berishni rasmiy cheklagan edi. Halbuki kishilik huquqni kuzatish tashkilotining dokladida ko'rsatishicha, Xitoyda tutqun va mahbuslarga tan jazosi yurgizish va ularni qiynab so'roq qilish qilmishi hali ham davom qilib kelgan. Ularning bildirishicha, Xitoy saqchilari qonundan qochish uchun mahkumlarni berasmiy tutib turish o'rinlarida yarizi qanmaydigan usullar bilan qiynab so'roq qilish yo'llarini topgan. Saqchi zo'ravonligi, gumondor va mahbuslarni qiynash qilmishining Uyg'ur elidimi keng ko'lamda mavjudligi, buning 2009-yildagi Urumchi namoyishidan keyin texmo ko'lamlashganligi ilgari surilgan edi. Xitoy doiralari turmadagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining urug' tuqqanlarining uni yo'qlab kiyim-kechak va pul-puchaklarni berishiga yo'l qo'ymagan. 12 may Ilhom To'xtining ayoli Guzalnur radiomiz Xitoy bo'limiga mundaq dedi: Aksi turmaga uni yo'qlab basa kirgizmabdi. Turma doiralari bu yil 6-7 oylarda erimni qachon yo'qlashga bo'ldiganligini bizga aytadigan bo'ldi. U yana mundaq dedi: Hozir ular kiyim-kechak bergilimi qo'ymadi. Erimning aksi akagan pulni hozir uning kartida pul bor deb olmabdi. Ilhom To'xti o'tgan yili 23-sentabr davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoqqa buyurilgan. Ma'lum bo'lishicha, u shundan keyin oil tavobatlari bilan ko'rishtirilmagan. G'ulja 3 tarafı saqchixonasi aholilarning pasportini yig'ilish uqtirishining jamiyat muqimligini qo'g'dash uchun chiqarilganligini dalilladi. 30 aprel G'ulja shaharlik 3 tarafı saqchixonasi bir jiddiy uqtirish chiqarib, aholilardan 2 hafta ichida pasportini o'zlari tava saqchixonaga topshirishni talab qilgan. 3 tarafı saqchixonasining bu xizmatga mas'ul bir xodimi Qahar mundaq deydi: bu uqtirishni yaqinda chiqargan. Aslida bu uqtirishni bizning saqchixona yuqorining buyrug'i bilan o'z oldiga chiqargan. U yana bu uqtirishning pasport yig'ilishi emas, balki saqchixonada vakolatan saqlab berishdan derak berdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin pasport yig'ilishdagi haqiqiy mudda haqida to'xtalib mundaq dedi: Aholilarning pasportlarini yig'ilishimizdagi asosli sabab muqimlik xizmatining ehtiyojidan bo'lgan. Aholilarning pasportlarini saqchixona yig'ilib, vakolatan saqlab bersak bo'ladi. Jamiyatdagi muqimsizlik omillarining oldini olgani bo'ladi.
Мәзкур xabar g'arb matbuotlarida keng o'rin oldi. Ba'zi xabarlarda Uyg'urlarning pasport ilishi intayin mushkul ekanligi, shunga ularning chet elga qor yo'llar orqali qaytishga majbur bo'layotganligi ko'rsatilgan. Təşviqat çempioni Nizam Nəcivulla ziyaretimizni qabul qilib, Uyğur elində yüz beriyotgan qanlıq vaqealarning asabiylikdan emas, balki tengsizlikdan kelib chiqqanligini tonib yetganligini bildirdi. Turpan Yarğulluq təşviqat çempioni Nizam Nəcivullaning radiomuzga bildirishicha, u bir necha oyning oldida atalmış asabiylikka qarshi təşviqatga safarbar qilingan. Ammo u hukumatdan ish haqini olamaganning ustiga el-jamoat va urug' tuqqanlarning tanqidiga uchirgan. Bu ahvol uni o'zi so'zlagan nutqning mazmuni haqida qaytadan o'ylanishga turtki bo'lgan. U radiomizga o'zining nutqi haqidagi qayta o'ylanishdan keyin mazkur voqealarning asabiylikdan emas, balki millatlar aro tengsizlikdan kelib chiqqanligini tonib yetganligini hamda har qaysi joylarda so'zlagan 39 maydon nutqiga pushaymon qilganligini bildirdi. Nizam Nəcivulla asli nutqida Uyğur rayonida yuz berayotgan qarshilik harakatlarining diniy asabiylik sababidan kelib chiqqanligini o'tirib qo'ygan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.